Hop, bu misolimizda yechim qilamiz. So'ralyapti, kasrning qiymatini toping. Kasrning qiymatini topishimiz kerak. Endi kasrning qiymatini topishimiz uchun buni men a deb belgilab olaman. Shunday polni hamma qiymatni, men chiqayotgan hamma qiymatni a deb belgilab olaman. Shu kasrning polni qiymati a ga teng dedim men. Endi qarang, makrajdagi bu tomondagi boshida kelgan 3 plus makrajda 2 degan narsa borki, o'shani ko'rinmay tursa, misol ko'rinmasdi, yo'q deb o'ylasangiz, bu tomon nimaga teng? Bu tomoningiz tepa. Bu tomon yo'q deng. Bu tomon yo'q, a? Bu tomoningiz nimaga teng? Bu tomon ham a ga teng bo'lib qoladi. Tepa qismi a ga teng bo'lsa, buni qiymati a ga teng, a? Endi buni o'rniga ham a deb yozib olsam bo'ladi. Demak, 3 plus 2 tepada a teng a ga teng. Makraj beramiz. 6 plus a teng 2a. A teng 6 ga teng.